Assalomu alaykum, aziz tomoshabinlar. Bugun sizlarga nihoyatda chiroyli, zamonaviy va qulayliklarga boy bo'lgan yangi uy loyihasini taqdim etamiz. Bu loyiha nafaqat tashqi ko'rinishi, balki ichki rejalashtiruvi bilan ham ko'pchilikning e'tiborini tortishi aniq. Keling, birinchi navbatda hovlining umumiy ko'rinishi bilan tanishamiz. Old tomondagi gulzor va dekorativ palmalar uyga yanada shukuh bag'ishlaydi. Bu hovli ertalabki sokinlik va kechki salqinlikdan zavq olish uchun ayni muddao. Endi esa asosiy uy qismiga yaqinlashamiz. Devorlarning tashqi qalinligi 50 sm. Bu esa uyga issiqlikni yaxshi saqlash va mustahkamlikni oshirish imkonini beradi. Ichki devorlar esa 40 sm dan iborat, puxta va pishiq. Mana bu yerda loyihaning batafsil reja chizmasini ko'rib turibsiz. 23,8 metrli uzunlik va 21,1 metrli eni asosiy kenglik. Bu uyga keng qulaylik, yorug'lik va shinamlik baxsh etadi. Uyga kirishingiz bilan keng va yorug' mehmonxona sizni kutib oladi. 5,5 metrga 3,5 metr o'lchamdagi 3 ta bir xil xona, katta yig'inlar, mehmonlar va oila davralari uchun juda qulay. Shuningdek, yana bir xona, 4 metrli xona va alohida joylashtirilgan xonalar turli maqsadlar uchun juda mos. Har bir xonaning joylashuvi oila a'zolarining shaxsiy hududini yaratish uchun oilangan. Uy loyihasining eng chiroyli jihatlaridan biri bu o'ng tomonga joylashgan qo'shimcha bino. Bu qismda 4 metrlik 3 ta xona, 3,5 metrli yana bir xona va katta 7,4 metrli mehmonxona mavjud. Albatta, mashina uchun maxsus 4,5 yopiq joy mavjud. Ikki bino bir-biriga yopiq yo'lak orqali ulanadi. Bu yo'lak yomg'irli kunlarda ham qulay yurish imkonini beradi. Shuningdek, ichki hovli qismi ham juda zamonaviy uslubda yasalgan. Tashqi fasadning nafis bezaklari, tomning ko'k rangdagi dizayni va keng oynalar bu uyni zamonaviy me'moriy ko'rinishga olib kelgan. Mana shunday shinam, keng, zamonaviy va mustahkam uy loyihasini sizlar bilan ulashdik. Siz ham o'z uyingizni loyihalamoqchi bo'lsangiz, albatta kanalimizni kuzatib boring. Yangi loyihalar, maslahatlar va chizmalar juda ko'p bo'ladi. Ko'rganingiz uchun rahmat. Videoga like bosing, obuna bo'ling va fikrlaringizni kommentda qoldiring. Sizlar bilan kanal admini Muslimbek Shaymardonov.